Buxoroda jannatga o'xshash bir shahar bor edi, ammo kunlarning birida odamlar uni tark etishdi, chunki suv shaharni tashlab ketdi. Shaharni Varaxsha deb atashardi. Bugun uning nomini eshitish uchun zaminga quloq tutish kerak. U Buxorodan 30 chaqirimcha g'arbdagi qumlar qa'riga singib ketgan va o'shandan beri faqat arxeologlarning tushlarida va quruq shamollarning shitirlashida nafas oladi. Bu oddiy shahar emas edi. Bu yopiq, mag'rur va jonli olam edi. Varaxsha arablar kelishidan oldin hukmronlik qilgan qadimgi Buxoro vohasi hukmdorlari, Buxor xudotlarining poytaxti edi. Aytishlaricha shahar Buxoroning o'zidan ham qadimiyroq bo'lib, ulug'vorlikda u bilan bellasha olardi. O'sha davr quruvchilari shunchaki devor ko'tarishmagan, ular afsona